Assalomu alaykum. Arab tiliga kirish darsligimizning 34-darsiga keldik va bu al artikli. Alning alni qo'shib o'qish qoidasi. Ya'ni alning mana bu birinchi harfi a, ikkinchisi sukunlik lam sanaladi. Arab tilidagi so'zlarning oldidan al kelsa, ushbu so'z so'zlovchi va eshituvchiga ma'lum yoki dunyoda yagonaligini bildiradi. Bu holatda alning lamini o'qilishi yoki o'qilmasligi bor. Alning lami quyidagi harflar bilan qo'shilib kelsa, alning lami o'qiladi va bu harflar qamariy harflar deyiladi. Nima demoqchi? Ya'ni bu so'zlovchiga va eshituvchiga ma'lum so'z bo'lsa agar, dunyoda yagona bo'lsa agar, buni oldidan al keladi degan narsani, bu grammatikaga oid narsa. Buni shunchaki bilib qo'ysak bo'ldi. Biz hozir o'qishni o'rganishimiz kerak. Shunda alni lami, ya'ni mana bu lami o'qilishi yoki o'qilmasligi bor ekan. Bu alning asini ham o'qilishi va o'qilmasligi bor ekan. Shu holatlarni hozir o'rganamiz. Ya'ni aldan keyin mana shu harflar bo'lsa, ya'ni hamza, ba, jim, ha, xo, ayn, g'oyn, fa, qof, kaf, mim, vav, ha, ya harflari bo'lsa, mana shu harflar al o'qiladi. Ya'ni mana al kelyapti, undan keyin mana ba harfi kelyapti. Mana ba harfi bularning ichida bor. Demak, alni o'qib, keyin buni davom etamiz. Al-babu, al-waladu, al-qalamu, al-katabu, al-fi'lu, al-ardu, al-jamilu, al-aynu, الغداء، الفم، المسكن، الهواء، اليد، الخير. Aldan keyin mana shu harflar kelyapti. Shuning uchun alni o'qiyapmiz. Birinchi alifni a deb o'qiymiz, ya'ni ikkinchisini garchi bunda harakat bo'lmasa ham a deb turib o'qiymizda va ikkinchi lam, sukunlik lam o'qiladi, chunki bu harflar kelyapti. Endi alning lami quyidagi harflar bilan qo'shilib kelsa, alning lami o'qilmaydi va bu harflar shamsiy, quyosh harflari deyiladi. Ya'ni mana ta, sa, dal, zal, ro, za, sin, shin, sod, dod, to, zo, lam, nun harflari kelsa aldan keyin alning mana lami o'qilmaydi. Ya'ni asidan keyin to'g'ri mana shu harflarga o'tib ketaveramiz. As-samaru, mana ad bunga kelyapmiz. Ad-dakhulu, az-zahabu, ar-rasadu, az-zabadu, as-safaru, at-taba'u, ash-shajaru, as-safaru, ad-dararu, at-talabu, az-zafaru, al-lahabu. Al-lahabu deganda bu alni o'qimayapmiz. Biz undan keyingi lamga o'tib ketyapmiz. Al-lahabu, an-nasabu. E'tibor beramizki, aldan keyin o'sha quyosh harflari keladigan bo'lsa, ular albatta tashdid bilan bo'ladi. Ya'ni aldan keyin tashdid bo'ladigan bo'lsa, tashdidli harfga o'tib ketamiz. Bu bizga ancha o'qishimizga oson bo'ladi, chunki bu harflarni yodlanmagan taqdirimizda ham biz tashdid kelyaptimi, tashdidga o'tib ketamiz va o'qishimizda to'g'ri bo'ladi. Endi
aldagi lam haqida gaplashdik mana. Aldagi lamning o'qilishi va o'qilmasligi haqida gaplashdik. Endi aldagi alif so'zining boshida bo'lsa a deb o'qiladi dedik-a? So'zning boshida bo'lsa a deb o'qiladi dedik. Gapning o'rtasida kelganda esa o'qilmaydi. Ya'ni ikkita so'zni o'rtasida o'sha al bo'ladigan bo'lsa, demak bu o'qilmaydi. Ba'zi kitoblarda uning farqini ajratish uchun alif ustiga mana bu belgi qo'yilgan, bu o'qilmaydi. Ya'ni alif tursa, ustida bu belgi bo'ladigan bo'lsa, ana alif ustida mana bu belgi, bu vasla deyiladi, ulash degani. Bu alif o'qilmaydi. Ba'zi kitoblarda mana shuni alifning ustiga o'sha vaslani qo'yib qo'yishadi. O'shanda o'qilmaydi. Ya'ni buni qanday o'qiymiz? Mana b harfi kelyapti. B'dan keyin al kelyapti. Ya'ni so'zni, ikkita so'zni o'rtasida gapda bo'lganda shunday holat. B degani masalan bilan degani, undan keyin al kelyapti-da va undan keyin mana bab kelyapti. Shunda bi al babu deb o'qilmaymiz. O'zi aytdik-ku, bu a bo'ladigan bo'lsa bi al babu bo'lishi kerak edi, lekin ya'ni oldidan harf keladigan bo'lsa yo so'z keladigan bo'lsa, bu alif o'qilmay qoladi, alning alifi. Ya'ni o'qilishi bil babi, bil waladi, bil qalami, bil katabi, bil fi'li, bil ardi, bil jamali, bil ayni, bil ghadai, bil fammi, bil maskani, bil hawai, bil yadi, bil khayri. Mana bu qo'shilib kelayotgan bo'lsa, alga bi qo'shilib kelayotgan bo'lsa, qo'shilmasdan ham keladi. Ya'ni mana bitta so'z, mana bu ikkinchi so'z. Ikkinchi so'zga bu so'z aytdim, gapning orasida kelayotgan bo'lsa, alning asi alifi o'qilmaydi. Bu ulash uchun ishlatiladi dedik-ku tepada. Shunda mana sohiba al bayti demaymizda. Sohibal bayti, tariqul lazina. Buni o'qimayapmiz. Tariq val lazina demayapmiz-da. Hayatul insani, hayatu al insaniya o'zi qo'shganimizda hayatul insani, g'ayril maktubi, humul katibuna va izistofa deb turib, bu va bu so'z unga qo'shyapmiz. Shunda bu so'z o'qilmayapti. Qo'shilish uchun alif ishlatilyapti. Quyidagi so'zlarning oldidan boshqa so'z kelgani uchun alning alifi ham, lami ham o'qilmayapti. Ya'ni ikkita so'z qo'shilyapti. Huwa as-samar va o'rtada al bor. Endi qarang. Bu so'z bunga qo'shilayotgani uchun alifi o'qilmayapti. Lami nimaga o'qilmayapti? Chunki lamdan keyin o'sha tashdidlik harf kelyapti. Shamsiy harf kelyapti. Shunda al umuman o'qilmay qolib ketadi. Huwa as-samaru wad-dakhalu wad-dhahabu wad-rasadu wad-zabadu was-safaru wat-taba'u wash-shajaru was-safaru wad-dararu wat-talabu
والظفر واللهب والنسب huvani o'qiyapmiz. Alni o'qimayapmiz. Asini, ya'ni chunki ulayapmiz. Shuning uchun o'qimayapmiz. Undan oldin so'z bor, undan keyin ham so'z bor. Asini o'qimayapmiz. Lamini nimaga o'qimayapmiz? Chunki undan keyin tashdidli harf bor. Shunda bundan bunga o'tib ketyapmiz. Qo'shimcha o'qish uchun mashqlar buni ham o'qiymiz. والثمر والدخل والزبد والرصد والزبد والسفر والتبع والشجر والصفر والضرر والطلب والظفر واللهب والنسب. Ajratib o'qish uchun so'zlar. Ya'ni buni ichida uzunroq so'zlar keladi. O'shanda ya'ni ajratamizki, uni bilamiz, al qaysi holatda o'qiladi, qaysi holatda o'qilmaydi, qaysi holatda ulash uchun bo'ladi. Buni ham o'qiymiz. Hazal qamaru mal qanaatu mal kibru هذا الذي ما الذي تحتها الحافلة فقلنا اشرب اكتب المكتوب يا أيها الولد إلى الناس على الناس في الأرض في الصدر قالوا اضربوا قالوا اسكن كتبوا الذين أوتوا العلم وأقيموا الأمر. E'tibor beradigan joyimiz bor. Mana hadani qarang. Hadada mad bor, cho'zish harfi bor. Mana alif cho'zish harfi. Buni oldingi darslarimizda o'tganmiz. Qachon fathadan keyin harakatsiz alif keladigan bo'lsa, shu fathani cho'zadi. Ya'ni hadal qamaru deb o'qishimiz kerak o'zi. Lekin undan keyin al kelyaptimi, qo'shilib ketyaptimi? Ikkinchi so'zga bu so'zga qo'shilib ketyaptimi? Mana shu cho'zilish ham o'qilmaydi. Ya'ni hadal qamaru demaymiz. Hadal qamaru. Zaldagi mana cho'zishni ham o'qimaymiz. Bunda ham mal qanaatu deb yozilgani o'zi aslida. Ya'ni mana bu cho'zish harfi bor. Mal qanaatu deb turib cho'zish harfini o'qimaymiz, chunki undan keyin alif kelyapti. Va alif va lam kelyapti, al. Bu so'zga qo'shilayotganligini bildiryapti. Mana shunaqa. 34-darsimizning husnixatiga keldik. Buni husnixatimizni albatta yozishimiz kerak. Bu qatorga qarab bunisini ustidan yozib, bunisini mustaqil yozamiz. Bu ham shunday. Buni mustaqil yozamiz. Buni ham shunday qilamiz. Ustidan yozamizda, buni mustaqil yozamiz. Buni ustidan yozib qo'yamiz. Shu bilan 34-darsimizni nihoyasiga yetdik. Keyingi darsimiz 35-dars ulab o'qish qoidalarini o'rganamiz. Keyingi darsda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kam darsimiz qoldi. E'tiborli bo'lib turib, darslarni yaxshi o'zlashtirishga harakat qilamiz.